Hammaga salom. Bugun Rossiya Premyer Ligasining ikkita eng qiziq o'yinlarini ko'rib chiqib, shular asosida ekspertiza qilamiz. Ya'ni bizda Orenburg Lokomotiv Moskva va Akron Radina o'yinlari bor. Ikkalasi ham juda qizg'in va keskin o'tishi kutilmoqda va aytgancha, shunga o'xshagan o'yinlarning statistikalari, tahlillari, analitikalarini sizlar Telegram kanalimizda topsangiz bo'ladi. Telegram kanaliga ссылка videoni описаниеda bo'ladi. Ссылkaga o'tib ko'rishingiz mumkin. Agarda video yoqayotgan bo'lsa, like bosish ham va bizning kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Demak, biz birinchi o'yinni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu albatta Orenburg Lokomotiv Moskva. Albatta Lokomotiv Moskva Orenburgni o'z uyida mehmon qiladi va umuman olganda Lokomotiv Moskvadan men shaxsan keskin hujumlarni kutyapman, chunki Lokomotiv Moskvaning tarkibini bilasizlar, ancha kuchli, agressiv o'yinlar qilishadi. Ba'zida qanotlardan o'rtani yorib kirish xususiyatlari bor va albatta himoyada ham juda tartibli o'ynashadi. Umuman olganda o'zi hujum chizig'i va markaziy himoyachilari ham juda yaxshi o'yinchilar bilan boyitilgan. Shu sababli Lokomotiv Moskva bu o'yinda kattagina ustunlikka erishishi mumkin. O'yinni boshlarida, ya'ni 5 va 10 daqiqalarning o'zida ancha pressing qo'llasa kerak deb o'ylayman raqibga qarshi. Lekin Orenburgni ham esdan chiqarmaslik kerak. Albatta Orenburg ham juda yaxshi tartibli o'ynashadi. Himoyada hujum chizig'i unchalik kuchli bo'lmasa ham Lokomotivga o'xshab, agarda Orenburg ham Lokomotivdan ko'ra pressingroq raqibga bosim berib, qanaqadir o'yin tashkillashsa, o'yinni boshlardi. Orenburgdan ham menimcha ancha bir keskin hujumlar ko'rsak kerak. Lokomotivni qiynab qo'yishi mumkin. Shu sababli Orenburgga ham biz katta imkoniyat berishimiz kerak deb o'ylayman. Umuman olganda Orenburg ham albatta past jamoalardan biri emas, balki shunga qaramasdan ular ham juda yaxshi o'yin qilib boshladi. Va aytgancha, mana hozir men statistikani ko'rib turibman. Bu joyda agarda Lokomotiv o'yin boshida tartibli harakat qilsa va passiv o'yin ko'rsatmasa Orenburgga qarshi, bizning tanlovimiz bo'yicha Lokomotiv mag'lub bo'lmaydi x2. Ya'ni Lokomotiv g'alaba qiladigan bo'lsa ham, o'yinni durang o'ynagan bo'lsa ham albatta stavka o'tishi mumkin va faqatgina x2 sizlardan chiqarmaydi. Lekin agarda mana shunaqa holatda, misol uchun aytaylik, Lokomotiv ham va Orenburg ham o'rtacha o'yin ko'rsatadigan bo'lsa, juda ochiq futbol emas, o'rtacha o'yin ko'rsatadigan bo'lsa, biz bu o'yinda kamida 2 ta gol kutyapmiz. Ya'ni buning uchun Orenburg albatta hujum qilishi kerak bo'ladi va Lokomotiv esa hujumda aynan Orenburgning ochilgan zonalarida ularga tayyor qarshi hujumni amalga oshirib gollar kiritishi kerak bo'ladi. Agarda xuddi shunaqa ssenariyga ketadigan bo'lsa, o'yinni boshlanishi bu o'yinda 0-1, to'g'ri 1-1, 1-2 yoki 0-2 hisoblari bo'lishi mumkin. Albatta bularning hammasi bizning tanlovimizga mos keladi va biz ham shunaqa prognozni kutib turibmiz. Ya'ni Lokomotiv, to'g'ri Orenburg, Lokomotiv Moskva o'ynaydi. Va bu aytgancha bu o'yin bo'yicha tanlovimiz xuddi shunaqa. Lokomotiv mag'lub bo'lmaydi x2 va umumiy gol soni 1.5 tadan ko'p bo'ladi. Xullas kalom, Lokomotiv g'alabasi ancha xavfsizroq tuyulmoqda Orenburgga nisbatan va shu sababli ham bu o'yinni kuzatinglar, yana ko'ringlar, tahlil qilinglar va shunga qarab albatta davom etsanglar bo'ladi o'zingizlar ishinglarda. Keyingi o'yin Radina Akron o'yini. Albatta ikkala uchrashuvni ham ko'rib chiqamiz va ikkinchisiga yetib keldik. Bu o'yin biroz sal boshqacharoq tuyulmoqda. Misol uchun Akronni o'yini oladigan bo'lsak, Akron safarda o'ynashni hisobga oladigan bo'lsak, nisbatan Akronga qiyinroq bo'ladi. Baribir bosim ostida, hayajon ostida xatolar qilib qo'yishi mumkin. Va undan tashqari hozir qarayapman, albatta Akron oxirgi yillarda ancha o'zini tiklab olyapti-yu, lekin stabil emasdek baribir natijalari, ba'zida yutadi, ba'zida yutqazib qo'ygan vaziyatlari ham bo'ladi va jumlada ham deyarli 50-50 desa ham bo'ladi. Lekin yaxshi tezkor hujumni ham qilishadi. Akron boshqa jamoalarga qaraganda hujumchi o'zida xuddi shunaqangi bir keskin o'yinlarni amalga oshiradigan o'yinchilar borki, ba'zida tezkor hujumlarni qilib tashlashadi, kutilmagan holatda, raqibga bosilmagan holatda. Lekin bu o'yin safarda bo'lishini hisobga oladigan bo'lsa, Akronning g'alabasi sal ishonchsizroq deb tuyulmoqda. Yana ko'ramiz va undan tashqari Radina ham o'z uyida osonlikcha taslim bo'lgan jamoa emas va Akronga qaraganda ular himoyada tartibli harakat qiladi va qarshi hujumlarga chiqib birinchi golni urishi kutilmoqda. Va agarda Radina hisobni birinchilardan ochadigan bo'lsa, Akron himoyaviy uslubini hujumkorona qilishi mumkin. Ya'ni Akronni nima bo'ladi, himoyadagi bloklari ochilib ketadi avtomatik holatda, chunki jamoa gol o'tkazgan ekan, albatta u golga javob qaytarish kerak va ular majburan o'zidan o'zi ochiq futbol namoyish qilishadi. Agarda Akron birinchi bo'lib gol uradigan bo'lsa Rodinaga, unda Rodinada xuddi shunaqa vaziyat bo'lishi mumkin.
kim birinchi gol uradigan bo'lsa, aynan shu jamoani o'yin uslubida ancha ochilib ketadi va gol urganga ham bu narsa ta'sir qiladi. Ular yanada yaxshiroq, yanada ko'proq harakat qilishadi hujumda. Shu sababli bu o'yinda bizning tanlovimiz umumiy gol soni 1.5 tadan ko'p bo'ladi. Buning uchun bizga albatta shu davomida ikkita gol kerak bo'ladi. Ya'ni 1-1, 2-0, 0-2 yoki 2-1 hisoblarida va agarda xuddi shunaqa bo'lsa, bizga hammasi mos keladi aynan shu hisoblarni ko'rinishi. Demak, yana nimaga bu tanlovni qo'yamiz, nimaga buni men sizlarga gapirib beramiz? Sababi bu o'yinda Rodina yaxshi o'ynaydimi yoki Akron yaxshi o'ynaydimi? Albatta bizga eng asosiysi ikkita gol bo'lishi kerak. Va umuman o'yinning 15-20 daqiqasida mana hozir men ko'rib turibman, jamoalar bir-birini o'rganishligi mumkin. Ya'ni hamma sekin himoyaviy o'ynab, bir-biriga oshirib, pas-paslar orada bir ikkita qarshi hujumda bo'lib turishi mumkin, o'ng qanotdan, chap qanotdan. Shunaqa bir himoyaviy o'yinda pas-pas o'yin bo'lishi mumkin. Meni fikrimcha. Va shu perioddan o'tib olishsa, jamoalar уже bir-birini o'rganib olgandan keyin kamchiliklarni va plyus taraflarini va уже vaziyatga qarab keldi jamoa o'zini strategiyalarini qo'llaydi. Va xullas yakuniy gol, to'g'ri, yakuniy vaziyatni ko'radigan bo'lsak, Radina Akron tayyorlabdi o'ynadi. Bizning taxminimiz umumiy gol soni 1.5 tadan ko'p bo'ladi. Shu e'tiborga hisob 1-1, 2-0, 0-2 yoki 2-1 bo'lishi mumkin. Buning uchun esa albatta bunaqa bo'lishi uchun bizga albatta ikkita gol kerak bo'ladi atiga. Va shunaqa qilib men batafsil detal tushuntirib berishga harakat qildim. Mayda gap bilan imkoni boricha tushunarli bo'ladi deb o'ylayman va bizani yakuniy ekspressimizni bitta ko'rib olsak, demak birinchi o'yinimiz bu Orenburg Lokomotiv Moskva, Lokomotiv mag'lub bo'lmaydi x2 va umumiy gol soni 1.5 tadan ko'p bo'ladi. Ikkinchi tanlovimiz esa Radina Akron tayyorlatgan o'yin va bunda ham umumiy gol soni 1.5 tadan ko'p. Xullas, bizning ekspressimiz bugunga xoscha shu va har ikkala uchrashuvni biz yaxshigina tahlil qildik. To'g'ri, bularning hammasi 100% garantiya bilan ishlaydi va'da bermaymiz, lekin hozirgi jamoalarning holat oxirgi o'yindagi statistikalarga qarab aynan shu biz variantga yetib keldik. O'ylaymizki, hammasi yaxshi bo'ladi va yaxshi ishlab beradi. Shunchaki sovuqqonlik bilan yondashish kerak bu narsalarga va maza qilib o'yinni tomosha qilish kerak. Xullas, strategiyalar qanaqa, bu o'yinda natijada qanaqa bo'ladi? Albatta kommentariyada yozib ketinglar, buni videoni like bosishni va kanalga podpisatsiya qilishni unutmanglar va shunga o'xshash prognozlar, analitika, tahlillar hammasi albatta Telegram kanalimizda bor, ссылка описанияda o'tib ko'rishingiz mumkin. Hozir shu yerda keyingi videoda ko'rishguncha